bermaydi. Men o'qimoqchiman, men tikish qilmoqchiman, men o'rganmoqchiman, lekin xo'jayinim qarshi. Har doim meni rivojlanishimga qarshi bo'ladi. Mana shunaqa savollar qizlar bizga juda ham ko'p keladi. Qizlar, eng asosiysi erkaklarga natijani ko'rsatishingiz kerak, hurmatli tikuvchilar. Undan keyin sizlarni ular qo'llab-quvvatlashni boshlaydi. Erkak kishi ishdan kelsa tikuvchini qanaqa bo'ladi? To'g'risini aytinglar. Bir tomonda bola chaqa, ovqatingiz pishmagan, o'zingiz zakaz bilan oborasiz. Undan keyin nima qiladi u? Qo'yaversin o'zi. Eplolmaysan, qilolmaysan degan fikr keladi. Keling, shu uydan boshlaylik natija ko'rsatishni. Vaqtida. Bolalaringiz ham, ovqatingiz ham, klientingiz ham, zakazingiz ham kuningizni tartibga solsangiz, natija ko'rinadi. Va undan keyin xotinim eplaydigan bo'libdi, endi o'qish kerak, endi ateliye ochib beraman. Undan keyin sizni xo'jayiningiz siz bilan birga harakatga tushadi. O'zim ham natija ko'rsatganimdan keyin bo'lgan u natija 8 yilda men ko'rsatgan. Ungacha o'shaning uchun qizlar nolimaymiz. Xo'jayinlarimiz молодец. Shunday tikuvchiga to'g'risi er bo'lib yuribdi ham ularga, bizga oila har doim tikishdan keyinda turadi. Klient bizga muhim. Lekin bizani shunchalik ular nima desam ekan, hurmat qilib, yer ko'kka ishonmay olib yuribdi. Yana norozi bo'lib qo'yamiz. Bunaqa qilmaylik. Tikuvchini erlari o'zlari tushunadi.